Ilm insonni ulug'laydi. Egallagan bilim umrimiz davomida bizga hamroh bo'ladi. Bugun oramizda ilm olishga intiluvchilar qancha ko'p bo'lsa, bu jamiyatimiz rivojiga ham foyda. Faxriy pedagog Umarali Jo'rayev ham ana shunday insonlardan biri. U bugun 74 yoshda magistrlik ishini yoqladi. Orzularga, maqsadlarga erishish uchun hech qachon kech emas. Buni 74 yoshli Umarali Jo'rayev isbotlab berdi. Ayni vaqtda ular magistrlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilyapti. Jarayonlarni kuzatamiz. Ko'pchilik 74 yoshda nabiralar davrasida hordiq chiqarishni, nafaqa gashtini surishni afzal ko'rsa, yangi marralarga intiladigan, intiluvchan qahramonimiz ilm cho'qilarini zabt etishda davom etmoqda. Tinib tinchimas Umarali Jo'rayev magistrlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilib, barchaga o'rnak bo'ladigan natijaga erishdi. Yillar davomida to'plangan hayotiy tajriba va ilmga bo'lgan cheksiz qiziqish bugun o'z samarasini berdi. Otaxonning ushbu yutug'i o'qish uchun kech qoldim degan tushunchaning xato ekanligini isbotlab berdi. Bugungi kunda Jizzax davlat pedagogika universitetining jismoniy tarbiya sport fakultetida 800 ga yaqin bakalavrlar, 10 dan ortiq magistrlar faoliyat olib boradi. Magistrlarimiz safida Umarali aka bor. Umarali aka hali juda yosh, 74 yoshga kirdi. Bugun dissertatsiya ishlarini himoya qildi, muvaffaqiyatli. U kishi fakultetimizni faxri desam ham bo'ladi. Qaysi bir ma'noda mana respublikada ham menimcha eng yoshi ulug' magistrlardan biri bo'lsa kerak. Juda ham harakatchan, ilmga chanqoq, mas'uliyatli shaxs. Biror bir para dars qoldirilmaydi. Berilgan topshiriqlarni imkon qadar ijrosini ta'minlaydi. Vazifalarni bajarib keladi. Mana shunday insonlar o'ylaymanki, yoshlarga qaysi bir ma'noda motivatsiya beradi. Inson oldiga maqsad qo'ysa, yosh hech qachon to'siq bo'la olmaydi. Ilmga intilish, o'z ustida ishlash va yangi bilimlarni egallash har qanday yoshda ham insonni yuksaltiradi. 74 yoshda magistrlik dissertatsiyasini himoya qilgan otaxon bugun nafaqat ilm ahli, balki barcha avlod vakillari uchun qat'iyat, sabr va intilish timsoliga aylandi. O'zim aslida sportchi bo'lganman-da. 42 yil umrim mana shu sport zalda o'quvchi yoshlar bilan o'tdi va men o'tgan hayotimda hech qachon afsuslanmayman. Chunki bolalar bilan ishlash bir zavqli va bir motivatsiya olasiz-da. Qo'limdan ruchka ham tushmasdi, kitobdan tushmasdi. Inson o'zi 40 yoshdan harakati sifatini oshirib borish kerak. Harakat sifati pasaysa, u kasallikka chavolinishi mumkin. Boshqamda. Chunki bizni doktor davolamaydi-da, aslida bunday. Biz o'zimizni 95% o'zimiz davolashimiz kerak. Ertalab shu men 5 ta o'rdaga boraman. Ertalab o'rda. 5 kun, 3 kun yugurgandan keyin o'sha turnirlar bor, har xil snaradlar o'shalar bilan shug'ullanib, 1 soat 20 shug'ullanaman. Men to'xtab qolsam bo'lmaydi. Chunki bu kurashni davom ettirish kerak-da. Men yana alabahoda bo'lib chiqdim. Sizga qanday gaplashaman, shunday gapirib berdim hamma narsani. Maqsad ilmiy ish qilmoqchiman. Chunki o'zi insonda maqsad bo'lishi kerak-da. Maqsad bo'lmasa, bu yerda o'qishning foydasi yo'q. Nazariy bilim bo'lishi kerak, amaliy bilim bo'lishi kerak-da. Ilm yo'li uzoq, ammo sharafli. Bu yo'lda yosh emas, maqsad muhim. 74 yoshli otaxonning bugungi yutug'i barchamizni izlanishga, o'z ustimizda ishlashga chorlaydi. Qahramonimizning hali maqsadlari ko'p. Biz ularga bu yo'lda kuch, g'ayrat va muvaffaqiyat tilaymiz.